Yaxşılığınlarmı sizlər bilan qayıtdı. Yana yüz görəşkənimdə intayın xoşalman. Həm də bu gün sizlərə nəhayət mənalıq bolğan bir yaxşı hekayəni bilan ep gəldim. Axırıncı səbir qılıb anlap berişinizni çın qəlbimdə ümid qılman. Çünki bu hekayeninki xülasəsi həmmimizə şu hayat səfərimizdə nurg'ulg'an foydali bolğan bir ozuqlarni ep kelaraydı deb o'ylayman. Ondan sonra hekayemni başlay. Yani bu şu kadimki burungi zamanlarda şu padişahlık devirlerinin biri de şu nayet bir güçlengen bir padişahlık devri bolgan ki hem de o padişahlık devrindeki ordusu mu nayet kat dikende pek çoğun orada bu orduda bir muş padişahınki muş padişah ve padişahın ailedekileri muş qo'lida cho'ng huquq bormuş vazirlarga maxsus tomoq tayyorlaydigan bir guruhi bor ekan. Bu guruhninki bir boshlig'i bor ekan. Hisobda maxsus podshohlar yeydigan tomoqlarni shu odam o'z qo'li bilan etadi ekanda. Bu odamninki aytgan tomoqlari nihoyatda lezzetli, podshohlar yoqtirdi ekan. Ham har bir boshqa bir devletlerin kelgen padişahlarımı mehman bulup gelse muşu adam başçılıkta tamaklar pişirdi geldi. Bu insanın ki şu tamak cihette nayeti bilimi şukur boğallıkıdır. Orada da meyli padişah olsun, meyli vezirler olsun hepsi nayeti hürmetleydi ki bu insanı. Yani bu adam şu orada da şu nayeti hürmetli sazaver halda destek turadigan bir adam ekanda. Bu ordularni o mezgillarda monchis ayrimga, hojatxonasi ayrim ekanda. Masalan, hojatxona bir kirish bo'lsa, monchining ishiga yana bir kirish ekanda. Bir kuni shu orduning ichida shu ma'lum bir vazirniki bir bolasi o'ynayotgan vaqtida shu ko'zi oshpazga chiqib qoldi ekan. Bu oshpaz monchidan chiqadi ekan. Çıkıp hacetxonani kirib keyin tezlam chiqib hajatxonadan udul oshxonaga kirib tomoq etish bilan shug'ullanib ketayotganda hamda bu ishni ko'rgan bu vazirninki bolasi nihoyat hayron qoladi ekan. Kichik bola ekan va bu bolaninki shu o'zining oilaniki tarbiyasi bo'lsin, ota-onasi bo'lsin davomli hajatxonadan chiqib tamak yeyishten burun çokum kolcuyumuz. Hacetxonaga kirdikmi, chiqsaqla kolcuyumuz degan gaplar bu bolaning miyasiga singan de. Qarasa bu oshpaz munjidan chiqib hajatxonaga kirib, bevosita oshxonaga kirib tamoq tayyorligini ko'rgan bu bola nihoyat hayron bo'lib, shu kuni kechda bu voqeani dadasiga deb berganda, dada, bugun men falonchi oshpaz tog'amizniki hacetxonadan bevosita chiqibla oshxonaga kirib tomoq tutishganini ko'rib qoldi. Bu odamning tomoqini men bundan yemayman deyotganda kichik bola. Degandan bu dadasi sen aniq ko'rdingmi deydi. Haqiqatan ko'rdim degandan to'xta bu kichik bola yolg'on gap qilmaydi deb bu dadasi ananiki bu xabarni vazirlarning orasida orduning yerlarida pichir qilib falanchi oshpaz hojatxonadan bevosita chiqib tomoq ediki, osh tomoqni hamda bizga yegizdiki degan bir parang tez holatda taqildiga berdi. Taqilgandan bu parang tez holatda podshohning quliga yetdi ekanda. Yetgandan keyin podshoh nihoyat g'azablanar ekan hamda podshoh o'ylaydi ekanki bu xabarni kim yetkazdi? Surishtirib kelsa bir kichik bola. Demek kichik bola yolg'on gap qilmaydi. Bundaqda biz buni chaqirib akirib so'rasaqmi, bu cho'qim men unda qilmadim deydi. Chunki jon ketishdan qo'rqaydi-da. Demak, biroz shunday qilib o'tibdi. Hojatxonadan chiqib qo'lini yuvmay necha vaqtdan bizga tomoq etib berdi. Bu odam qattiq gunohkor odam deb turib, bu oshpaz odamni shu vaqtning o'zida podshoh bilgan xabarni bilgan vaqtning o'zida bu odamninki jinini oladi ekan.
Ağandan keyin bu adamning o'zininki balları batdiki, ayoli batdiki hamda bularnimi o'rtadan qo'g'lab chiqarib o'tadikanda. Chiqarib o'tgandan keyin bu ayoli bu ikki bolasini ilib nurg'un jiroq bir yerlarga safar qilib otlanib bu shahardan ketadi ekan. Ketgandan keyin bu ishlar o'tadi ekan, oylar o'tadi ekan, kunlar o'tadi ekan, yillar o'tadi ekan. O'tib yiliqi vazirning yiliqi oshpazni chiqib qo'ygan bolasi cho'ng'iladi ekan, 14 yoshga kirdi ekan. 14 yoshga kirib, shu o'rnidan keyin oshpazlik sohasiga kirib, oshpazlikni o'rgandi ekan. Yana bir ish ishlayotgan keyin bu Maravos oshpazlik aylandi ekan. Lekin bara-bara bu o'zininki oshpazlik bo'lgan bilimlari ishib, o'zi bir tomoqlarni kashf qiladigan, tamlarni o'zi joy-joyiga akab tomoq pishira oladigan bo'lib, hattoki buningki aytgan tomoqlarni o'rdidagi vazirlar bular yeb hayron bo'lib, lazzatligidan qoyil bo'lib, bu bolani shu podshohga tavsiya qilgandek bir holga bu bola keldi ekan, 23 yosh kirgan vaqtida. Shundan bilan podshoh bo'ldi. Unda bo'lsa, o'rdaninki shu oshxonasiniki podshoh vazirlarga kelgan mehmonlarga tomoq yeydigan huquqni mushu bola berdik deb, ayni vaqtdagi yiliqi o'lib ketgan oshpazniki dal shu oshpazdan dal shu huquqini mushu bolaga berdi ekan. Bergandan keyin shundan bilan bu bolam nihoyat xursand bo'ldi ekan. Tomoqlarni joy-joy lazzatli qilib etdi ekan, hammasiga yoqdi ekan. Dal shu nurg'un yillar burungi yiliq odamniki martabasi hozir shu bolada bor ekan. Shu vaqtlarda shu odam qanday hurmatga sazovor bo'lgan bo'lsa, bu model shunday hurmatga sazovor bo'lib yashayotgan mezgillardan birisida bu bola bir kuni munchiga kiradi ekan, yuyinig'ili. Munchiga kirib, yuyinib, munchidan chiqqan vaqtida bu bolaninki kindik taraf, kindikning tuban taraf bir narsa chiqib qolgan ekanda, kindikning tubaniga yuqoriq bir narsa chiqib qolganki, shuga hozir yetishdi ekan. Yetishgandan keyin bizda hozir qimdaq pişdimi, pishgan bu siqib etimiz emasmi? Naq shundan bir narsa chiqib qoldi ekanda. Bundan bilan bu bola shunda hojatxonaga kirib, hamda bunda qarab boqmoqchi ekan, pishdimi, pishmadimi? Shunda hojatxonaga kirdi ekan, bunda qaraydi ekan, tek pishmabdi deb yeb bitadi ekan, yenib chiqdi ekan hojatxonaga. Dal chiqqan vaqtida ashiyadagi ma'lum bir vazirning bir bolasi bu bola hojatxonadan chiqib oshxona taraf qarab qolgan emasmi? Vazirning bir bolasi yugurib, keyindan kelib ismini chaqirib, sen hojatxonadan chiqib qo'lingni yumding-ku deydi ekanda. Sen oshxonaga mingyapsan-ku, sen qo'lingni yumay bizga tomoq etmaymoqchimi deydi ekanda. Deganki bu yerda deydi ekan, voy yo'q bola, bunda emas. Hozir munchidan chiqdi. Men hojatxonaga kirib ishim qilmadim. Bunda istimni ichib, bir narsa chiqib qolibdi. Shuni men qarab boqdim. Cho'ng taraf, kichik taraf qilmadim deb bu bolaga samimiy olib tushuntirdi ekan. Deb bu bola o'ynab ketdi ekan. Oshxonaga kirib, shunda tomoqqa qo'lini opirib, dal o'zininki nurg'un yil burungi o'zi kichik vaqt ko'rib qolgan-ku, dal shu ish esi kelib qoldi ekan. To'xta. Acaba men shu vaqtida shu odamni dal mushta bir ishni qilgan bo'lsa, men tek-tekni bilmay turib bu fitni parangni taqib o'lishiga men sababchi bo'ldimmi acaba deb shu zaman mingisi silkinib ketadi ekanda. Bearam bo'ladi ekan, ansirashga boshlaydi ekan. Bundan bilan qo'li tomoqqa bormaydi ekan. Darhol shundan bilan podshohning qishiga kirib, podshohdan 15 kunlik ruxsat so'raydi ekan. Podshoh ruxsatni berdi ekan, hamda o'rnidan teshig'i chiqib bir mezgil bir havo yeb kirishni podshohdan so'raydi ekan. Podshoh bo'ldi deydi ekan. Bu bola o'rnidan chiqib, shu vaqtida ketgan, qo'g'lib o'tgan bo'liq ayoli bolalarini, shularni izlashni iroda qilib o'rnidan chiqdi ekan. Chiqib
Sürüştürdükçe, o'ngdan sürüştürdükçe, so'ngdan sürüştürdükçe ular nihoyatda yiroq bir o'lkalarga ketgan-kanda ko'chib. Kaynidan sürüştürüp eşen barıp berip nurg'un munosabatlarni ishlatib turib nurg'un surishtirishlar bilan naq shu ayolni topib ekanda ayolni tepib o ayol o'zini bir qiz bir o'g'li bilan ma'lum bir kichik bir uyda turmush kechirib yotibdi ekanda shuning bilan paranglashib men palonchi o'zidan bo'laman sizdan keyin yo'ldoshingiz burun şu orada edi, sizlarni shu yerda tanlayman, men shu yerdan keldim sen izda. Sen xush kelibsiz deydi ekan, choy quydi ekan. Men bir so'raydigan savolim bor. Shunga bir javob bergan bo'lsangiz degan. Bo'ldi, so'rang bolam deydi ekan ayol. Eringiz shu mezgilda shu xatolikdan keyin uyga kelib sizga biror narsa deganmi? Degan vaqtida o ayol deydi ekan Әті ölüm cezası buruydu degan kunda bir kun burun erim qattiq yig'lagan deydi. Ranas deb yig'lagan degan. Nima degan desa men qarlanishga uchirdi. Meniki kimlikimning ostiga qizil yo'g'on bir narsa chiqib qopti-ku. Men mo'jizadan chiqib shuni uchib pishdimi, pishmadimi bir qara kirib Şunda hiç qaradım yaptım yenip çıktım. Asıl qo'lam pokiz deyman. Va u hojatxonadan uda ichiga kirmagan. Faqat eshikdan kirdim, perdedan uyqil o'tdim, qaradim yenip chiqqandi. Kimdir bilsinki, gap taqitishi bilan men hozir qar ketib boraman. Vallahi yaxshi qaragan deb qattiq yig'lagan. Balam nihoyatda pushaymon qiladi ekan o'ziniki işte bilmay turib bir ishning tek-tekini bilmay turib gap taqatganiga nihoyatda pushaymon qiladi ekan hamda ayolni ikki bolasini qayta o'rniga akilib podshoning oldiga o'taqizib butun bo'lgan ahvolni deb hamda podshoning o'zigami bir jazo berishini so'rab podsho u bolani kechirdi hamda ayolni bilan ikki bolasini shunaqa tegishli bo'lgan narsalarni hammasini o'ziga qaytarib endi bu bir hikoya hamda bu mayli burungi zamonlarda rost bo'lgan bo'lsin bo'lmagan bo'lsin bu hikoyadan biz nimani bilib olamiz deganda bizning hozirgi jamiyatimizda bir badbaxt bir insonlar bor haqning ishiga bak qiziqadi-ku. O'zida chatig'i yo'q. O'zi poqyayotamdi, o'zi nima ish qilyapti, chatig'i yo'q. Haqning ishiga qiziqiblar. Haqni yomon deblar. Haqdan husur tepib yuradigan bir insonlar bor. Bu haqning keynidan yomon gap qilishdan burun sen bir ishni qilyapamda surishtirib buni nima ish qilmoq shu ishni qilyapti chunki har qanday odamningki o'zining dunyo ko'z qarashi bor emasmi har qanday odamningki ma'lum bir sababdan bir ishni qiladi shuni bo'z o'zidan so'rab sen mana shuni nima qilding nima ish qilding odamda onangdan keyin bu odamning kaynidan yaxshi gap qilamdi yomon gap qilamdi onangdan keyin qaror chiqarsak yaxshi-da. Sizning bir yig'iz gapingiz bilan ba'zi bir insonlar bir umr qar ketishi mumkin-da masalan. Hamda bu dunyo qanday dunyo ekan deganda, masalan sen birsini zangli qilsang, baka. Ya bo'lmasa uning kaynidan yo'q gaplarni desam, ya bo'lmasa insonlarning orasida oshini tushirish uchun, oshini bir o'sal qilish uchun bir gaplarni taqatsam, esingda bo'lsinki, dal shu insonning shu holiga sen shashbitim tushmagicha sen bu dunyodan ketmaysan ekanda.
Shuning uchun bir insonni masxar qilayotganda, bu insonni qarqiyotganda, bu insonni qilmagan ishlarni qildi deb turib qarchaplayotganda o'lishib qo'yishimiz kerakki, aman bir kun bizning o'sha naq o'zimizga o'xshaydigan yomon niyatli kishilar bizga o'xshash shu ishni o'zimizga qaytaradi-da. Shuning uchun oldimizda o'ltirgan inson har vaqt bizdan yaxshi. Oldimizda mayli kim kelsin, u har vaqt bizdan yaxshi. Chunki biz o'zimizningki kamchiliklarni biz o'zimiz bilamiz. O'zimizning kamchiligimizning naqadar ko'pligini o'zimizga ayon. Ammo oldingdagi insonningki yaxshi fazilatini sen bilmaysan emasmi? Acaba u sendan yaxshi bo'lishi mumkin har qanday yerlarda. U sendan oq ko'ngil bo'lishi mumkin. U sendan pokiz bo'lishi mumkin. Boshqa oldimizda o'ltirgan insonni hech qachon nachar deb o'ylab olmaydi. Oldimizda o'ltirgan inson har vaqt bizdan yaxshi deb o'ylashimiz kerak do'stlar. Bu hikoyadan hamda yaxshi xulosalar qabul bo'ldi. Anglab berganlarga ko'p rahmat. Bir yurak berib qo'ysanlar, texnik xo'sh bo'ldi. Rahmat sizlarga.